Assalomu alaykum Termiz uy bozori a'zo-obunachilar. Sizlarga Termiz shahri 7 ya'ni 6-qavatdan 10,67 kvadratli bo'lgan uyimizni sotuvga chiqarishni kelib turibmiz. Ko'rib turganingizdek, hozir men kattagina korridorda turibman. Tashqi eshigimiz, kelishimiz bilan chap qo'limizda kattagina xonasi. Aynan ushbu xonaning kvadrat metri 20 metr kvadrat tashkil qiladi a'zo-obunachilar. Narxini boshidan aytib o'tamiz. Narxi 485 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Aynan ushbu xonadonimizni siz naqd yoki ikkilamchi tarzda olishingiz mumkin. Kelishimizda o'ng qo'limizda katta ikkinchi spanli xonasi. Aynan ushbu xonada balkon joylashgan. G'ishli uylardan bo'lyapti a'zo-obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Kisu universiteti hammasi bir qadam a'zo-obunachilar. Bunaqa variantlarimiz kamdan kam chiqishadi. Temurli g'ishli uylardan bo'lyapti. Atapliyan tizimlari hammasi tizimlashtirilgan. Ikkita xonasini ko'rib chiqdik. Eng asosiysi siz so'ragandek, ya'ni sanozel alohida, dushovoy yarmigacha kafillangan, gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan muammo yo'q. Bu yoq desa hojatxonasi. Kelishimiz bilan oshxona. Oshxonasi. Tezda shoshilib qolamiz. Narxini 485 million so'm deb baholadik. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Bog'lanish uchun hoziroq bizga bog'laning.